aytganingizdek, Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi Sina mahallasidan Farhod Samadov to'g'ridan-to'g'ri biz bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Marhamat, ularni efirga olib chiqamiz. Xayrli kun Farhod, marhamat, so'z sizga. Kayfiyatlarda ham juda yaxshi ko'z tegmasin. Assalomu alaykum. Rahmat studiya. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida joylashgan Sina turizm qishlog'i. Mana shunday purvuqor tog'lar yonbag'rida joylashgan mahalla hisoblanadi. Va ushbu manzil viloyat markazidan 150 kilometr uzoqlikda joylashgan va chekka olis hudud hisoblansa-da, bugun mamlakatimizda inson qadri uchun amalga oshirilayotgan islohotlar bu yerga faol kirib kela olgan deb bemalol aytsak bo'ladi. Yo'l infratuzilmasi deysizmi, ichimlik suvi bilan bog'liq, elektr energiyasi bilan bog'liq bo'lgan barcha masalalar ijobiy hal etilib, aholi vakillariga yashash sharoiti ta'minlab berilgan. Qolaversa, ushbu mahalla ahlining ko'p qismini tojik millatiga mansub bo'lgan yurtdoshlarimiz tashkil etadi va ushbu mahallada bugun katta bayram, chunki Surxondaryodan Navro'z nafasi hali ketib ulgurgani yo'q. Qolaversa, ulug' ayyom kunlarini ham voqaliklar mana shunday xiru-adirliklarda, xush kayfiyatda, shodimonlikda nishonlayaptilar va albatta bugungi xursandchiligimizning yana bir sababi boisi bor, u ham bo'lsa do'stlik va hamjihatlik ulug'langan yurt shiori ostidagi tadbirlarning keng miqyosda o'tkazilayotgani. Sina mahallasiga ikki davlat o'rtasidagi do'stona munosabatlarning yana jonlanganligi yanada bir quvonch olib kirdi. Chunki ushbu mahalla ahlining yarim qarindoshi Tojikiston Respublikasida umrguzaronlik qiladi. Opa-singlisi u yerga uzatilgan yoki ular u yerdan kelini olib kelishgan. Albatta bordi keldi munosabatlari bu mahalla uchun yanada jonlanganligi quvonchli xabar bo'ldi. Bugun shular haqida ko'proq sizga ma'lumot taqdim etishga harakat qilamiz. Qolaversa, bugun Sina tog'lariga e'tibor bergan bo'lsangiz, juda ham ko'p qor bilan qoplangan o't-o'lanlar, yam-yashillik har qachongidan-da juda ham bir chiroyli manzara kasb etyapti. Bu esa albatta denovliklarni, fermerlarimiz, obod dehqonlarimizni xursand qilyapti. Ikki davlat, ikki xalq vakillari ham bundan juda ham mamnun. Anadamda tuman fermerlar uyushmasi raisi Fazliddin Sayfullayev suhbatdoshim. Fazliddin aka, bayram muborak bo'lsin. Sizga ham muborak bo'lsin. Bugun hamjihatlik, bag'rikenglik bayramini nishonlayapmiz. Bilasiz, o'zbek va tojik xalqi azal-azaldan do'sti qardosh bo'lib, bir-biri bilan qavmi qarindoshchilikda umrguzaronlik qilib kelayotgan xalq hisoblanadi. Keling, bugun shu haqda alohida urg'u berib o'tsak. Albatta bugun Denov tumani Sina qishlog'ida, tog'li hudud bo'lmish Sina qishlog'ida katta tantana bayram bo'lmoqda. Albatta do'stlikni tarannum etuvchi bu kunlarda butun respublikamizda Navro'z shukuhi kezib yurmoqda. Jumladan bugun Sinaga ham yetib keldi. Albatta xalqimiz juda bundan xursand. Ko'p mehmonlar tashrif buyurishdi. Bu do'stlikni, hamjihatlikni ostidagi, shiori ostidagi bugungi kunimiz barchamizga muborak bo'lsin. Barchamiz xursand. Xalqimiz, elimiz, ayniqsa O'zbekiston Respublikasida ishlab umrguzaronlik qilayotgan tojik millatiga bu katta tantana, katta bayram. Chunki bu yurtga tug'ilishining o'zi bir baxt. Shu yurtda yurtboshini fuqarosi degan nomga sazovor bo'lish ham katta baxt. Bu bilan biz iftixor tuyamiz. Faxrlanamiz. O'zbekistonda tug'ildik, O'zbekistonda xizmat qilyapmiz. Faoliyat yurityapmiz. O'zbekiston va Tojikiston davlatlari o'rtasida, xususan Denov tumani fermerlari, xo'p, bugun qanchalik tojikistonlik fermerlar bilan birgalikda ishlab kelishyapti? Bayramlarni birgalikda o'tkazishyapti. Bu borada albatta juda ko'plar gaplashish mumkin, chunki bu ikkita xalqning do'stligi, birodarligi juda azal qadimga borib taqaladi. Bu bitta millat ikki tilda so'ylashuvdi, bitta millat desak mubolag'a bo'lmaydi. Buni qancha e'tirof etsak ham, mana yaqinda buni isbotini o'z guvohi bo'ldik. Tojikistonda delegatsiya orqali tumanimiz rahbari Ilhomjon Ibragimovic bilan boshchiligida tuman delegatsiyasi bordi. Qanchalik xursand bo'lgani Tojikiston xalqi, bizni qancha kutib olgani, mer oqibat ko'rsatgani, o'zini izhori dildagi tubidagi yaxshi niyatlarni bizda bildirgani juda ham quvonarli hol. Ularni qo'l mehnatini ko'rib, ularni dehqonchiligini, yaratgan uzumlarini, mevalarini ko'rib biz ham hayratda qoldik. Ana qarang, bu dehqonchilik
azaldan bobolarimiz birgalikda dehqonchilik, chorvachilik bilan o'zbek tojik birgalikda shug'ullanib kelgan. Bu bilan umrguzaronlik qilgan. Bitta narsa, O'zbekiston xalqi bitta narsadan mamnun. O'zbekiston xalqi O'zbekiston hududida 130 ga yaqin millat va elanlar yashaydi. Shular qatori tojik xalqi ham yashab kelmoqda. Albatta Tojikistonga borganimizda yana bir iftixor tuydiki, O'zbekistonda tug'ilish baxt, bu vatanda fuqarosi bo'lish bir baxt, chunki O'zbekiston tinch osoyishta davlat. Muhtaram prezidentimizning odilona siyosati tufayli kundan kunga chiroy ochmoqda, yashnab, gullab yashnamoqda. Biz bu bilan juda faxrlanamiz. O'zbekiston xalqi, ayniqsa bu yerda yashaydigan tojik xalqi hech qanday cheklangan imkoniyat yo'q bularga. Barimiz bir xil. Tojik xalqi, o'zbek xalqi bittasi, hammasi O'zbekiston fuqarosi deb ataladi. Rahmat. Hasan aka, bayram muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Haqiqatan ham keyingi yillarda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegaralardagi o'sha islohotlar aholi vakillarini bemalol ikki davlat o'rtasida harakatlanishini ta'minlab bera oldi. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Uzun tumanidagi Bobotog' bojxona posti yoki Sarosiyo tumanidagi Sarosiyo bojxona postida bir kunda kamida 50 mingga yaqin ham o'zbek ham qardosh xalq vakillari harakatlanadi va ular bemalol birgalikda qavmi qarindoshlarini holidan xabar olishga, do'st yorlarini holidan xabar olishga harakat qilib kelyapti. Yonimda Gulchehra Boboyorova bir necha yillardan buyon Tojikistonga bora olmayotgandek, bugun esa islohotlar sabab bemalol u yerga kelyapmiz deydi. Men bilan suhbatda oldin intervyu beray dedilar. Assalomu alaykum. Men 22-maktab, Denov tumanidagi 22-maktab o'quvchisiman. Onam tojikistonlik. Hozir shu bayramni ko'rib, ko'nglim yorishib ketyapti. Rostini aytsam, xursandchiligimdan hozir o'zim milliy tojik raqsi, qo'shiq raqsini ijro etib berdim. Bundan juda ham xursandman. Mening onam o'sha 15 yil, 20 yil Tojikistonga bormagan vaqtlari bo'lganda, hozir juda ham ular xursand. Kecha o'zimizda bayramni o'tkazdik. Hozir onam Tojikistondalar. Hozir u yerda borib Navro'z bayramini nishonyaptilar. Mana bu yerda ishtirok etishim sababli bora olmadim. Albatta ertaga men ham bayramda o'sha yerda borib davom ettiraman. Bundan juda ham xursandman. Avvalo bunda prezidentimizga mingdan ming rahmat aytaman. Bu shukrona kunlalikka yetganimizga mingdan ming shukrlar aytaman. Rahmat. Bordi keldimiz abadiy bo'lsin. Rahmat. Haqiqatan ham bugun ikki davlat o'rtasidagi o'sha munosabatlarning jonlangani, do'stlik rishtalarining qayta yana tiklanganligi, mustahkam o'rnatilganligi nafaqat bordi keldi munosabatlarida, shuningdek ta'lim, madaniyat, san'at, sport sohasida ham o'z ijobiy natijasini ko'rsatyapti. Bugun o'zbek va tojik xalqi sina kengliklarida mana shunday bir ulug' chiroyli kunlarda yaxshi kayfiyatda do'stlikni, hamjihatlikni bayram qilishyapti. Denov tumani ahli o'zingiz ko'rib turganingizdek xursandchilikda ayyomni chiroyli, yaxshi niyatlar bilan qarshi olishyapti. Va bu bayram do'stlikning bayrami. Bu bayram birgalikdagi hamjihatlikning bayrami va biz ikki xalq vakillari doimo mana shunday do'stlik, hamjihatlik, bag'rikenglik bo'lishi tarafdorimiz. Surxondaryo viloyati Denov tumanining Sina turizm qishlog'idan sizlarga ma'lumotlarni taqdim etdik. Bizda hozircha shular. Rahmat studiya.